shu mashinani chiqqanidan beri shu joyi yo'qadi-da menga. Vashcha chiroyli chiqarganda shu joyini yo'qadi sizgachi. Knopkalar ko'p, nima uchunligi aniq bo'lmasa ham ko'p knopkada. Hammasini ishlatishga vaqt ham bo'lmasa kerak. Abduf Abagrev mashinamizda klimat kontrol, cruise kontrol, 360 graduslik kamera. Mashinamiz holati probegi uchun zo'r. Bunaqa ko'p ham yurgan emas bu mashina. 45 mingta yurgan. Halol probegi bilan Hyundai Santa Fe mashinamiz sotuvga kelgan. 2022-yil 2.5 motorning full pozitsiyasi. Head-up display, beskuluchvoy dostup, panorama tom, yana narsalari ko'p. Bu mashinamizni $35 ming sotamiz deb zo'r maza qilib o'tirgandik. Shu pitnosasi chiqib qoldi-da shu mashinani. Aytilmagan joydan pitno chiqib qoldi-da, ko'rib qoldik, o'sha uchun aytib o'tyapman. Orqa kirlosida shu kichkina pitnochasi bor. Kelsangiz oladigan bo'lib ko'rsatamiz. Mashinamiz holati zo'r holatda, $35 ming so'rayapmiz. Kelishtirib beramiz. Siz qanday qaraysiz narxiga? Kommentariyada yozib qo'ying. Like esan.